Endi hayit dasturxoningizga gulli yoki gajay chakchak tayyorlayman deb asablaringizni ketkazib o'tirmaysiz. Yangi trend osongina, lekin shunga qaramasdan juda ham chiroyli popkorn chakchak tayyorlaymiz. Demak, xamir uchun idishga 3 dona tuxumni chaqib, venchikda ozgina ko'pirtiramiz. Ketidan choy qoshiq ichida tuz, yarim choy qoshiq razrixli etil hamda 300 gram unni qo'shib, yumshoqqina xamir qilib borishimiz kerak bo'ladi. Xamir yumshoqligi ko'rsatganimdek bo'lishi kerak. Agar qattiqroq bo'lib qolsa, yoyishga qiynalishingiz mumkin. Tayyor xamir ustini yopib 20 daqiqa tindiramiz. Ungacha chakchak uchun qiyom tayyorlab tursak bo'ladi. Tega qalin idishga 200 ml suv, 300 gram shakar va 1 bo'lak limonni solib, qaynab chiqqunicha kutamiz. Buni o'rtadan pastroq olovda taxminan 15 daqiqa qaynatishimiz kerak. Qiyom tayyorligini muzday suv bilan bilishimiz mumkin. Suvga solganimizda qiyom aralashib ketmasdan mana shunaqa bir joyga to'planadi. Qiyomga 200 gram asal qo'shamiz, shu bilan tayyor. Tingan xamirni ozgina ochib, undan eni 1 sm jigutiklarni kesib chiqamiz. Buni nomiga ullab, xuddi mamparga kesgandek xamirchalarni kesib olamiz. Kesib olingan donachalarga qo'limizda nomiga dumaloqroq forma bersak, pishganda chiroyli chiqadi. Xamirlarni kesib tayyorlab bo'ldik, endi buni qovurishga kirishamiz. Qizib turgan qozonga ko'proq yog' quyib, past olovda tillarangga kirgunicha xamirni sekin pishirishimiz kerak. Shunda xamirlar xrustyashi bo'lib, ichigacha zo'r pishib chiqadi. Qizlarjonlar, ko'p ko'raman, nima texnikani ishlatasiz, qaysi texnikani olganim ma'qul deb izoh qoldirasizlar. Bir necha yildan beri men Goodwill texnikalarini ishlatib kelaman. Sifati, ishlashlari zo'r. Menga juda ham yoqadi. Shuning uchun sizlarga ham bu brend mahsulotlarini bemalol tavsiya qila olaman. Hayit bayramini Goodwill texnikalari yordamida tayyorlangan shirinlik va taomlar bilan kutib oling. To'g'ri pishirilgan chakchaklar yengil va qo'lda maydalanib ketadigan bo'ladi. Chakchakka ilingan qiyomni aralashtirib, qolipga solib tekislaymiz. Men 20 ga 20 cm o'lchamli qolip ishlatdim. Chakchakimiz orasida bo'sh joylar qolmasligi, yaxshi joylashib olishi uchun qo'limizni ho'llab bosib chiqamiz. Tayyor chakchakni yaxshilab qotib olishi uchun yarim soatga sovutgichda qoldirishimiz kerak. Chakchak tayyor, uni xohishga ko'ra bezatsanglar bo'ladi. Men shokolad pastasini ozgina qo'yib, fistashkalar bilan bezatib oldim. Juda ham mazali, yegan sari yegisi kelaveradigan chakchak bo'lib chiqadi. Albatta, shu oson usulda siz ham tayyorlab, bayram dasturxoningizni u bilan bezating.